Pasportingizni kserokopiyasi bilan tashlab qo'ying dedi. Tashlab qo'ydim. Уже bir haftadan oshdi. Ko'rgani ham yo'q, javob ham bermabdi. Menga aloqaga chiqmadi. Qanchalik to'g'ri, noto'g'riligini bilmadim, lekin men hali uy olganim yo'q buni. Marat Xayrullayevichga biz telefon orqali ham bog'lanmoqchi bo'ldik. Sabrinani telefon to'liq qora ro'yxatga kiritib qo'yilgan. Marat Xayrullayevich bilan bog'lanish hech qanaqa aloqasi yo'q. Ular prosta internetda mashhurlikka erishish uchun yoki qandaydir nimadir o'zini ko'rsatish uchun qilingan PR hisoblanadi bu. Unga hech qanaqa uy taqdim qilinmagan bugungi kunda ham. Rahim qilma yetimga, yetim sikib ketar ko'tingga degan gaplarga endi mana yana bir marta ishondim. Bu nonko'r ona bola nonko'rlar uy beribdi sizlarga desam, voy qurilmaganmi, tayyor emasmi, voy yozib qo'ying, peripiska hammasi bor. Hamma boshidan oxirigacha peripiskalar bor. Yozib qo'ying, kutyapti. Marat aka uy podarka qilibdi sizga. Avgustdami, sentyabrda tayyor bo'lar ekan u uy. Yozib qo'ying. Hey, o'lmagan bo'lsa Mohina bilan Yulduz svidetel. Ikkalasi ham svidetel bo'lib turibdi. Nonko'r ekansan. Bergan yordamimga qaytib birovga yordam berganim bo'lsin. Iloyo ilovonda yordam bergani teshib chiqsin. Noroziman, bir umr noroziman. Sen qanjig'dan noinsof senga Marat aka yozibdi-ku. 100 marta aytdim, hey, uy beribdi sizlarga desam. Odamlarga salom rahmat deb qo'ying desam, internetim yo'q, unim yo'q. Hamma xalq bildi, Jasmin nonko'r ekan bu qiz deb. Xudoyim prosta tak jazo bermagan bu qizga. Ya ertalabda shok bo'lib qoldim. Ertalabda bu videoni ko'rib shok bo'lib qoldim. Iflos ekansan. Marat aka yozuvdi, nima deb javob berding? Advokatimning nomeri, nima savolingiz bo'lsa javob beradi. Beting bormi seni? Beti yo'q. Haqiqatni gapir, iflos. Shu xalq senga yordam berdi, teshib chiqir. Iloyo ilovonda teshib chiqsin bor pul. Ichib yuribdi onang xalq puliga. Iflos. Sen Jasmin chekkada o'tiribdi, hech bolani bilmaydi deb o'ylamagin. Juda ham ko'p narsani bilaman. Qanday ko'chada yurmaydigan qilib qo'yadigan darajada faktlarim bor. Ko'chada yura olmaysan. Teshib chiqadi xalq puli. Iflos. Noinsof, birovlarni nomidan biladi, piaring tushib ketib, piar qilmay qanjiq. Bekar yordam bergan ekanman shu qanjiqqa. Tavbalar qildim senga yordam berganimdan. Aralashganimdan seni hayotingga tavbalar qildim. Yotishing kerak edi. Xudo prosta tak jazo bermagan ekan sen iflosga. Tilimni qichitmagin. Meni tilimni qichitmagin. Ginekologlar aytib bergan gaplar bor. Sharmisoringni chiqaraman. Ko'tni qiskin biladi qanjiq. Ama sharmandayni chiqarib yuboraman bilib qo'ygin. O'ynashmagin. Men kichkina qiz ekan deb qisib o'tiribman. Haromi. Advokat qayerdan paydo bo'lib qopti? Hayron qolaman. Advokat qayerdan paydo bo'lib qopti? Advokatga qayerdan pul to'layapti bu? Xalq pulidan to'layaptimi? Endi tushunmayapman. Yordam sifatida to'plangan puldan to'layaptimi? Yo'q. Odam senga uy podarka qilyapti, advokat tut prichom. Advokatimning nomeri, nima savolingiz bo'lsa, advokatim javob beradi. Savol? Yibanut emasmisan? Tilim yomon qichiyapti, qisyapman.